Hammaga xayrli kun, qilasizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar. Bugun ertalab bilan onam to'raylingan 2 kundan beri ish qilmaysan, bugun senga endi ish berib ketaman deb urishdilar. Birinchisini qilyapman, kirlarni yuvib bo'ldim, endi chaqayman. Undan keyin darvozaxonamizni supurishim kerak. Darvozaxona ham xuddi bir futbol maydonidagi darvozaxonalardan kattagina. Uni yig'ishtiraman. Ana undan keyin bugun stomatologga qatnashim kerak. 2-3 kundan beri to'g'risini aytsam sizlarga nima bo'lgan? Tishim og'rigan, tish og'riq bo'lganman. Ancha orqaga surib qo'ydim. O'zim erta boraman, indin boraman deb anchagina orqaga surib qo'ygandim. Ana endi borishim kerak. Bugundan qolmasdan, bo'lmasa bu kecha menga uyqu yo'q. Tem bo'lib 3-4 ta montajlik videolarim bor, reklamalarim. Men agar kim bilsa biladi, bilmaganlar uchun ma'lumot. Mobilografiya bilan SMMchilikdan ham xabarim bor. Prosta endi birorta joyga reklamaga borgan vaqtimga yoki syomkaga bo'lgan vaqtga o'zim videoga olmayman-ku, shuning uchun yanimga boshqa bitta SMMchik mobilograf olib yurishga majbur bo'laman, lekin atak bu haqida o'zim ham yaxshigina informatsiyaga egaman. Bitta o'zim maqtagim keladi. Bu yoqdan chiqib, stomatologdan chiqib, yangi nima sheriklar bor, yangi hamkorlar bor. U ham menga o'xshagan Buxorodan blogerlar bilan birga ishlashni boshlayapman. To'g'risi bunaqa niyatim. Ko'pchilik blogerlar tomonidan menga vнимание bergan, taklif qilishgan videoga tushishimni men o'zim xohlamaganman. Endi birga ishlamoqchiman. Qani rezultat qanday bo'ladi? O'shanda ham 18+ yoki bachkana videolar emas. Yaxshi, xalqbo'p, ko'pchilik ko'rsa bo'ladigan, uyolmaydigan bunday videolar olishni plan qilyapmiz. Uni ham yo'nalishi xuddi tipa shunaqa. Akkuratni videolar chiqaradi, akkuratni videolarga tushadi. Atak men bilan ishlanadiganlar ham xuddi shunaqa. O'shani syomkasini qilishimiz kerak. Lekin bilmadim, nimagadir ko'zlarim yumilib ketyapti o'z-o'zidan. Shu kunlarda umuman to'yib uxlab bilmayapman. Lekin men o'zimni oldimga o'zim maqsad qilib qo'yganman. Nimani? To'g'ri bir normalniy daromadga chiqmagunimcha, normalniy foydaga chiqmagunimcha men harakatdan to'xtamayman. Bu chunki xohlaymizmi yo'qmi ma'lum bir narsalar endi bunga nimaga kiradi? Mana shunday uyqu, xotirjamlik, dam olish, nimalargadir o'zimizning hobbilarimizga vaqt ajratish degan narsalar ozgina chetga surib qo'yiladi. Normalniy daromadga, normalniy foydaga chiqqandan so'ng asta-sekin o'sha narsalarga erishish mumkin. Men o'ylayman shunaqa. Chunki ularni ham amalga oshirish uchun baribir qo'limizda pul bo'lgani yaxshi. Nima deysizlar qizlar? Bu videoyim aslan qizlar uchun, chunki yigitlardan ko'ra qizlarga qiyinroq bo'ladi sal. Masalan, ketma-ket syomka bo'lib qolsa ham kiyim almashtirasiz, har kuni grimga yurishga to'g'ri keladi, o'zingizga, yuzingizga masalan pardoz qilishga to'g'ri keladi. Bu uxotdan tashqarida, uxot ham lekin qilish kerak. Ketma-ket syomka, ketma-ket nima deydi, uni reklamalar bo'lib qolsa, nimalar bo'lib qolsa, baribir xohlaysizmi yo'qmi, o'zingizni videongizga qarashga majbursiz. Bundan yuz charchaydi birinchisidan, ikkinchisidan ana undan ham tashqari uyga kelib, o'zingizlar uchun ozgina vaqt ajratib, yuzidagi uxodinglarni qilish uchun unga o'zi kech kelgansizlar, kelib odamni prям uxlash keladi. Menga doim shunaqa uxlashim keladi, lekin yo'q, men buni qilishim kerak. Hozir agar qilmasam, keyin ertaga bir kun pushaymon yeyman, yomon bo'lib qoladi degan fikrlar o'tadi-da, majbur turasizlar, u ishni qilasizlar. Undan tashqari keyin
ana bunday uy ro'zg'or ishlari uni ham qilmasa bo'lmaydi. Baribir kimni onasi bo'lsa onasiga yoki ro'zg'or bo'lsa ro'zg'origa qarash kerak. Ham undan tashqari agar yana nima montajlik ishlar bo'lishi mumkin, o'zingizlarning vloginglar uchun video olishinglar mumkin, ideya o'ylash mumkin, o'zingizlarning ustingizda ishlashlari mumkin. Ya bo'lmasam biror xil til o'rganayotgan bo'lishi. Masalan, meni o'zim vojdeniya, pravaga o'qiyapman, pravani testlari, ularni yodlash, ularni ustida ishlash juda ham kam vaqt qolibdi, lekin maksimal darajada o'sha narsalarga ulgurishga, o'sha narsalarni ham ozgina bo'lsa-da vaqt ajratib qilishga harakat qilyapman. Undan tashqari YouTube uchun kontent, misol, men kiryapman, lekin YouTube uchun bir kontent olaman. Bu narsani o'ylab chiqish kerak. Nima bir-biriga ulab, bir-biriga moslab ketish bu ozgina qiyinroq. Har kimga ham masalan agar qulay sharoit yaratib berishmasa, eplab ketish qiyin. Masalan, menga qulay sharoit yo'q deya olmayman, bor albatta, lekin u darajada ham emas. O'sha uchun hozircha ana shunaqa negativniy holatlarga sabr bilan qarashim kerak deb o'ylayman. Lekin men yana bitta narsaga ishonamanki, buni albatta yaxshigina rezultati, yaxshigina natijasi bo'ladi. Sizlar nima fikrdasizlar? Kommentga yozinglar.